Salom, meni qadrli matematikalarım, salomatmisiz? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Azizlarim, demak, sizlarga asosiy aytadigan gapim, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, Instagram kanalimizga ham obuna bo'ling va bizlar bilan matematikani mustahkam o'rganishingiz uchun quyidagi Telegram kanallariga obuna bo'lishni unutmang. Demak, 3-sinf matematikasi 3-qism 80-bet, 9 hamda 10 misollar ustida bugun bosh qotiramiz. Demak, 9-misolda mana bu yerda 3h degani 3 soat 46 minut, hours deb aytamiz inglizchalab, lekin mana bu joyda soat deyilgan, sababi bir hafta degan so'zni o'zbekchasiga yozilganligi sababidan bu yerga soat deyilgan. Aslida bu ham soat degani 3 soat 46 minutga 7 soat 19 minutni qo'shib 2 soat 55 daqiqani, bu yerda 55 minut bor, ayirib tashlasangiz va uni minutlarda ifodalang deyilgan. Demak, qarang, 3 soatga 7 soatni qo'shsak 10 soat, 10 soatdan 2 soatni ayirsak, demak 8 soatni tashkil qiladi. Endi 46 ga 19 ni qo'shamiz. 46 ga 10 ni qo'shsak 56, 56 ga 9 ni qo'shsak 65. 65 minutdan 55 minutni ayirsak 10 minut qoladi. 10 minut. Endi qarang, 1 soatda 60 daqiqa bo'lsa, 8 minutda 48, ya'ni 6 kara 8 48, yonidagi 0 ni yozsak 480, ya'ni 1 soatda 60 minut bo'lsa, 8 soatda mana shu 8 ni 60 ga ko'paytirish kerak. 8 kara 6 48, mana bu 0 esa mana bu joyga yoziladi. Mana 480 minut. Endi mana bu 10 minutni qo'shsak 490 minutni tashkil qilar ekan. Mana ifodani minutlarda ifodaladik. Demak, mana bu joyni o'chiramiz. Keyingisi 80 sekundni 14 ga ko'paytirib, undan 12 minut va 15 sekundni ayirib qo'shamiz bunga 64 ming sekundni 32 ga nisbatiga. Buni esa sekundlarda ifodalang deyilgan. Xo'p, biz 80 ni avvalo 14 ga ko'paytirib olamiz. Demak, 14 ko'paytirilgan 80. 4 kara 8 32, ikkisini yozamiz 3 dilda. 8 kara 1 8, dildagi 3 bilan 11. Mana bu 0 ni yozib olamiz. Demak, 1120 sekund. 1120 sekund. Endi 12 minut va 15 sekundni sekundga aylantirib olamiz. Demak, 1 minutda 60 sekund bo'lsa, 12 minutda qancha sekund bo'ladi? Ya'ni 12 ni ko'paytiramiz 60 ga, sekundga aylanadi. Yo'q, 6 kara 2 12, ikkisini yozaman bir dilda. 6 kara 1 6, dildagi 1 bilan 7. Mana bu 0 esa mana bu joyga yoziladi. 720 sekund bo'ldi. Xo'p, mana 1120 sekund, 720 sekund. Endi 64 ming sekundni 32 ga bo'lamiz. 64 mingni bo'lamiz 32 ga. Mana bu nollarga ahamiyat bermay turamiz. 64 ni 32 ga bo'lamiz. 64 ni ichida 32 dan 2 ta, ya'ni 32 ni 2 ga ko'paytirsak 64 bo'ladi. Demak, 2 ni yozib olamizda. Mana bu 3 ta 0 mana bu joyga yoziladi. 2000 sekund. Endi misollar ketma-ketligi. 1120 dan 720 ni ayiramiz. 1120 ayiramiz 720. Qo'shamiz 2000. Qarang. 1120 dan 720 ni ayiryapman. Hop, 20 dan 20 ayrilib ketdi. 1100 dan 700 ni ayirsak 400 qoladi. 400 ga 2000 ni qo'shsak 2400 bo'ladi. 2400 sekund. Demak, javobimiz 2400 sekund. Mana sekundlarda ifodaladik. Keyingisi, bir haftadan ayiramiz 38 soatni. Buni soatlarda ifodalang deyapti. Demak, qarang. Bir kunda 24 soat bor. Bir haftada kun bor, mana shunday kundan, ya'ni 24 soatli kundan 7 ta bor, to'g'rimi? 7 kun bor. Endi 7 kunni soatga aylantirsak, ya'ni har bir kunimiz 24 soatdan iborat bo'lsa, 1 2 3 4 5 6, mana 7 kun. Har biri 24 soatdan iborat bo'lsa, biz 24 ni 7 ga ko'paytiramiz. Yoki mana shu 24 larni bir-biriga qo'shamiz. Xo'p, 24 ni 7 ga ko'paytirsak, 4 kara 7 28, 8 ni yozamiz ikkisi dilda. 7 kara 2 14, dildagi 2 bilan 16, 168 soatdan iborat ekan bir haftamiz. Yodingizdan chiqmasin, bu o'zgarmas son hech qachon. Bir hafta 169 soat yoki 170 soat bo'lmaydi. Bir hafta 168 soatdan iborat. Demak, 168 soatdan ayiramiz 38 soatni. Demak, 8 dan 8 ni ayirsak 0, 6 dan 3 ni ayirsak 3. Mana bu birda yuzliklar xonasi yo'q, demak 1 ni o'zi yoziladi. 130 soatdan iborat. Mana biz soatga aylantirib oldik. Endi
1-martga 1-aprelni qo'shib, unga yana 1-mayni qo'shsak, necha kundan iborat deyapti. Demak, 1-martdan 1-aprelgacha demak bizda bir oy davomida, mart oyida, 1-mart oyida 31 kundan iborat. 1-martdan 31-martgacha, demak 31 kun bor. Endi 1-apreldan 1-maygacha 30 kundan iborat. Ya'ni oylar biri 31, keyingisi 30, keyingisi 31 shunday holatda sanaladi. Apreldan 1-maygacha 30 kundan iborat. 30 kundan iborat. Endi bu yerda qarang. 31 ga 30 ni qo'shsak 61 kun. 61 kun. Endi bizga mana bu 1-may ham kiradi. 1-maygacha bo'lgan kunlarni hisobladik. Endi 1-mayni ham qo'shadigan bo'lsak, demak 62 kun bo'lar ekan. Demak, buning javobi 62 kun. Mana kun hisobida ham ifodani ishlaring. Mana o'quvchilar, demak, doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va videoni siz pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Men 10-masalaga o'taman. Xo'p, aziz o'quvchilarim, demak 10-masalada Madinani kursga borgan soatlari ko'rsatilgan hamda qaytgan soat ko'rsatilgan. To'garak qancha soat davom etgan degan savolga javob topishimiz kerak. Demak, soatlarimizni chizib olamiz. Demek 12, 3, 6, 9. Xo'p, 3 hamda 4 ni o'rtasida kichkina soat strelkamiz ko'rsatyapti. Hamda katta soatimiz qayerni ko'rsatyapti? 7 ni. 5 bilan 6 ni o'rtasi 9 ni. Demak 7 ni ko'rsatyapti katta strelkamiz. Xo'p, tugash soati esa katta strelka 9 ni ko'rsatyapti. Kichkina strelka esa 5 hamda 6 ni o'rtasini ko'rsatyapti. Demak, e'tibor bergan bo'lsanglar, o'quvchilar, kichkina strelkamiz uncha uzunroq bo'lib qoldi. E'tibor bersalaringiz soatlaringizga qaysidir soatni aniq 12, katta strelka 12 da, kichkina strelka qaysidir soatda aniq turganda, ana shu soatni ro'parasida turadi kichkina strelka. Agarda katta strelka mana bu soatning yarmidan, ya'ni 6-chi soatimizdan o'tib ketishni boshlasa, demak kichkina strelkamiz ham sekin-sekin ana shu aniq vaqtdan demak keyingi vaqtga o'tishni boshlaydi. Xo'p, Madinaning to'garagi, demak kichkina strelkamiz 3 da, katta strelkamiz 7 da, demak ko'rsatayotgan bo'lsa, uning to'garagi nechida boshlangan? Mana xo'p, 3 ni biz necha deymiz? Esingizda bo'lsa, men avvalgi videolarimda soat haqida tushuncha berganman. Demak, 12 dan 3 gacha ikkita nuqtamiz bor, ya'ni 1 hamda 2. Xo'p, 12 dan so'ng agarda 3 deydigan bo'lsak, bu kechasidagi 3, ya'ni 24 soat aylangandan keyin soatimiz 1, 2, 3 deb saharga yaqin soatni ko'rsatadi. Endi tushlikdan keyingi kunduzgi 3imiz, demak 12, 1, 2, 3 demaymizda 12, 13, 14, 15 derkanmiz. Demak 15 ni ko'rsatyapti. 15 u. Demak, endi har bitta soatimizni, demak, aniq vaqtlarimiz 5 minutdan orasida 5 minutdan iborat bo'lganligi uchun bularni har birini 5 qo'shib, demak, mana bu 7 gacha bo'lgan
soatni, minutlarni, daqiqalarni hisoblaymiz. Demak, 12 dan 1 gacha 5, 1 dan 2 gacha 10, 10 dan 3 gacha 15. Demak, siz mana shu aniq soatlarni 5 ga ko'paytirsangiz, uni daqiqasi kelib chiqadi. Ya'ni 7, 7 ni 5 ga ko'paytirsak 35. Demak, 15 va 35 ni ko'rsatyapti ekan. Madina to'garakka 15 va 35 da kelgan. Va ketgan soatini hisoblaymiz. Demak, bizda bu yerda 6 ga yaqinlashyapti, lekin ammo 5 dan endigina o'tgan. 6 ga kelgani yo'q. Demak, biz 5 ni olamiz va bu 5 bizda 12 ni qo'shsak 17 deyiladi. 17. Ketish vaqti 17 yu. Demak, 9 da ko'rsatayotgan bo'lsa, katta strelkamiz 9 kara 5 45. 17 yu 45 ni ko'rsatyapti ekan. Ketish vaqti. Endi Madinaning to'garagi qancha vaqt davom etgan? Demak, tugagan vaqtidan ayiramiz boshlangan vaqtni. Ya'ni bu boyaga bundan oldingi misolimizda aytilganidek 17 hours 45 minut minus 15 hours 35 minut degan. Xo'p, ayiramiz. Demak, 5 dan 5 ni ayirsak 0, 4 dan 3 ni ayirsak 1, 17 dan 5 ni ayirsak 2, 1 dan 1 ni ayirsak 0. Demak, 2 soat 10 daqiqa davom etgan ekan. Mana Madinaning demak to'garagini davom etish vaqti 2 soat 10 daqiqani tashkil qilar ekan. Aziz o'quvchilar, mana demak 10-misolni ham ishlab oldik. Doska skrinshot qilib sizlarga tashlab beriladi va siz videoni pauzaga qo'yib bemalol ko'chirib olishingiz mumkin. Va sizlarga eslatib o'tadiganim, quyidagi Telegram kanallariga obuna bo'lishni unutmang va Telegram kanalimizda siz uchun alohida matematik darajangizni bilish uchun test tayyorlaganmiz. Siz ana shu testni yechib, o'zingizni matematikadan qaysi darajada ekanligingizni bilib olishingiz mumkin. Biz sizlarni Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.